Assalomu alaykum. Qadrdan do'stlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Uychi, balchaq navlarimiz tinchlikmi? Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Buni avatgan suratlarni, videolarni ko'rib, har xil o'ylar kelyotdi boshqa. Buni avatgan g'ayrat deyisninki birinchi sinfga qarab, shunchalik faxrlanyapman. Qaranglar, ashular sizlar o'xshash, mening o'xshash, biz o'xshash mamalarning nevaralari, onalarning bolalari. Men Uyg'ur deganlar qaranglar Uyg'urchaga beribdi, nima degan amdan. Bizning Guldalarda yig'sa ashunchalik chiqmamda birinchi sinfga chiqib eshib ketdi. Biz nima qilyapmiz? Biz Uyg'urligimizni unutib, gunohni kelinlarga atib qo'yib, kelinlar vinovat, o'zlari ashlachi bo'lib, navram bir eg'iz Uyg'urcha bilmaydi, xuddi bir shunchalik yaxshi narsadek Uyg'urcha bilmaydi degani. Shunchalik bir faxrlanib deydi ashuni. Vobshe Uyg'urcha bilmaydi desa og'ziga bir keldi bizning qarindoshlarimizning, do'stlarimizning navarlarini ashta desa, balalarni ashta xo'shalib ketdi. Hey, bu o'lim bilan teng narsa, o'lim bilan. Demak, Uyg'ur o'ldi degan so'z, Uyg'urchani bilmadi degan so'z. Buni men demsammi, navri beqiyotgan hammanglar yaxshi bilsizlar. Ashularni o'rchiq berib, nim yaxshilik yetimiz deysizlar, qarindoshlar. Nim yaxshilik deysizlar. O'rsa nima kutdi? Это моя жизнь, не твое дело. Не вмешивайся в мою жизнь, deydigan ashlardan chiqdi. Atgan gapga kirmaydigan bolalar ashlardan chiqdi. Ata-onani, mo'mini, buvini hurmat qilmaydigan, oldidan to'g'ri dastlab qo'liga tamoqni tutib o'tgan ashlardan chiqdi. Sababi ular hech qachonda Uyg'urning urf-odatida turib assalomda, atganda o'rnida turib chay kirganda buvang bilan mamanga assalom deb o'rgatmaydi hech qachonda. Uyg'urcha o'qiganlar o'rgatadi uni. Sababi bu so'g'dan atilganda birinchi assalom degan so'zni o'rgatadi o'quvchilarga. Buni bolalar qarab shunchalik faxrlanyapti. Sizlar kelinlarga at qo'yapsizlar. Men do'stlarimning hammasini bilman. Kelinlari onalarni shunchalik tinchaydi. Mening do'stlarim kelinlariga shunchalik chiroq yo'l yo'riq ko'rsatyapti. Ko'rsatyapti. Sizig'idan chiqarmas tarbiyalayapti. Shunchalik chiroq kelinlarni tarbiyalab chiqaryapti mening do'stlarim. Biroq navrlar kelganda gunohni ashlaq at qo'yapti. Qacha navr gunoh o'zinglarda. Hey, andaq qilma. O'zingning o'rs so'zligini azdab, balni o'rs qilma. Ben Uyg'urchaga o'zim yordam qilmay o'qitadiganga desanglar, kelin hech nima demaydi. Kelinlar o'qitmaydi, barib o'zinglar o'qitsa jinim do'stlarim. O'zinglar yordam qilsizlar shuningga. Kekashlab turib o'rcha so'zlayapsizlar. O'rcha so'zlaysizlar. Hey, o'rch degan kim? Bizning Uyg'urlarni mo'sh kunga yetkazgan o'rus. Uyg'urlarni vatansiz qoldirgan o'rus. Ashi Xitoyga, Mavzudonga o'rsa yordam qilmagansa, Uyg'urlarni Xitoylar yengamatdi. Sizlar nimishqa shuni tushunmaysizlar jinim do'stlarim. Mayli bo'pti. Uyg'urcha o'qimaydi, o'qiganlar o'qishga tushmaydi deysizlar. Anaga mening ikki hadamning mutvaradamning ikki navrisi, bir 9 ni bitadi, bir 11 ni bitadi. Bir arxitekturga tushdi, bir gaz va injenerga tushdi. Qacha ular oltin medalga bitamidi. 4 bilan o'qidi, 3 bilan o'qidi, biroq tushdi o'qishga. Baribir Uyg'urcha o'qidimi, ang sezim bor. O'rcha o'qiganlar ersaloq chiqib ketibdimi? Qaysi birisi ashlik doktor bo'lib ketib beribdi Uyg'urlardek. Hey qarindosh do'stlarim, hey do'stlarim, o'rchiga yetlab navrlan bo'lgan do'stlarim, kelajakni o'ylamagan do'stlarim. Men bek xafa bo'ldim sizlardan, bek xafa bo'ldim. Ammo buni g'ayratliklarga qarab shunchalik faxrlandim. Baribir ular Uyg'urg'u. Endi buni postnoyga qarsang, ko'zingga yosh keldi. Hech-hechdagi 40 yil o'tib ketdi, mana 41 yil bo'ldi bizga. Mana biz mashtaq maktabga berib edik. Birdamda mana mashtaq mama buva bo'lib, navrdan Uyg'urchaga apamidan deb qaqshab so'zlab qolgan qarindoshlarni bo'lyapmiz mana. Chiqib hammamiz mashtaq. Bolalarimiz Uyg'urcha o'qiganlar mana mashtaq strechalarni o'tkazdi. 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik uchrashuvlar o'tkazdi. O'rcha o'qiganlar sadan ketaylar, qaysi ashlaq o'tkazyapti? Kim o'tkazyapti o'rcha o'qiganlar? Mush arimiz o'qigan sinfda kompaniyamizga do'stlar o'rcha o'qiganlar bir qitim bo'lsa strecha o'tkazinglarmi mashtaq? Yo'q. Chunki sizlarda undaq yo'q o'rcha o'qiganlarda. Biz Uyg'urcha o'qiganlar umr boqi sinfdosh qarindosh bo'lib qolamiz. Mushuni astin chiqamanglar.